Zapret muddati 5 yilga. Bu oxirgi shtraf kuchga kirgan kundan hisoblanadi. Navbatdagi zapret turi bu podpunkt 11 chast 1 statya 27 fezi 114. Qanday holatlarda taqiq qo'yiladi? 1 yil ichida ikkita va undan ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilganda. Faqat bu yerda ma'muriy javobgarlik, ya'ni o'sha huquqbuzarlik migratsiya sohasi bo'yicha migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun yoki jamoat tartibini buzganlik uchun bo'lishi kerak. Ya'ni har qanday shtraf uchun bu podpunkt bilan zapret qo'yilmaydi. Faqatgina aynan migratsiya yoki jamoat tartibini buzgan bo'lishi kerak. Misol uchun ro'yxatdan o'tmaganligingiz, ya'ni registratsiyasiz yurganligingiz uchun sizga zapret shtraf olgan bo'lsangiz va yoki mayda bezorilik uchun shtraf olgan bo'lsangiz, mana shu ikkita shtraf uchun mana shu podpunkt bilan qo'ysa bo'ladi. Chunki ro'yxatdan o'sha registratsiya qilmaganligingiz migratsiya qonunchiligini buzish, mayda bezorilik esa o'sha jamoat tartibini buzishga kiradi. Zapret muddati 5 yilga. Bu oxirgi shtraf kuchga kirgan kundan hisoblanadi. Qanday holatlarda bekor qilinadi? Agar ma'muriy javobgarlik migratsiya yoki jamoat tartibi bilan bog'liq bo'lmasa, ya'ni boshqa turdagi shtraflar olgansiz, lekin sizga zapret qo'yilgan bo'lsa, uni bekor qilsa bo'ladi. Chunki bu zapret turi aynan migratsiya va jamoat tartibini buzish uchun olingan shtraflar uchun qo'yiladi. Agar ikkinchi jarima birinchi kuchga kirmasdan berilgan bo'lsa, ya'ni bitta shtraf olganingizdan keyin o'sha kunning o'zida yoki 10 kun ichida ikkinchi shtrafni olgan bo'lsangiz va o'sha asosda zapret qo'yilgan bo'lsa, uni ham bekor qilsa bo'ladi. Va agar yaqin qarindoshlaringizda Rossiya fuqaroligi bo'lsa ham bekor qilishga urinish mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting, har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.